Demak, xitoyliklar O'zbekistonga kirib kelishyapti emas, ular kirib kelib bo'lishdi. Hozir faqat ildiz tomir yoyishyapti. Mana bu Toshkent xaritasi. Qizil nuqtalar esa hozircha ko'zga ko'rinayotgan xitoyliklar qo'lidagi hududlarimiz. Askiya bozorini olishdi, Abu Sahini olishdi, mahallalarga joylashishdi. Shahar bo'ylab mehmonxona, magazin, market mahsulotlari uchun bir qancha joy ularga sotildi. Endi O'zbekiston bo'yicha qarasak, bu davlat xaritasi. Toshkentda sanadik bor, Navoiyda eng katta tillakon zavodlaridan biri ularga o'tdi. Bu bizning resurslarimiz, lekin endi uni Xitoy qazib olyapti. Farg'onada, ko'proq Qo'qonda deylik, o'z magazin, market, savdo majmualarini katta-katta qilib ochishyapti. U yerda ham bor. Samarqandda ham shunga o'xshash hududlar soni ortib borayotgani bor gap. Qisqa qilib aytamiz. Xitoy O'zbekistonda. Eslatib o'tsak, Xitoy avval bunday harakatlarni ko'p uyushtirgan. Qozog'istonni bosib olishga uringani esingizda bo'lsa kerak, yoki 2011-yilda Tojikiston